Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Musofir shahriga ketmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga haftada 2 marta seshanba va juma kunlariga Yutong avtobuslarimizni tavsiya qilib qolamiz. Avtobusimizning ichki holatlarini ko'rib turibsizlar. 53 ta mestamiz. Undan ortiqcha odam olinmaydi, proxodlarga odamlar yotilmaydi bu avtobuslarda. Bu grafik bo'yicha yuradigan reysiy avtobuslar hisoblanadi aziz vatandoshlar. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa seshanba juma kunlariga Toshkent Kazan yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz amalga oshib bormoqda. Kazan shahriga ketadigan yo'lakay manzillarimizni ham aytib o'taman. Nabережный Chili, Nijnekamskiy, Nijniy Novgorod shaharlariga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, Kazan shahriga ketmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga ekranda nomerlar qoldirib o'tib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib messenjlarda bron qilishingiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'taman, ko'pchilik vatandoshlarimiz telefon nomerlarimizga tusha olmayapti. 93 kodi bilan 258 8080 nomerlariga tusha olmayotgan bo'lsanglar, WhatsApp, Telegramlardan messenjlarda bron qilishingiz mumkin aziz vatandoshlar. Tanlovlarda, manzillarda adashib qolmanglar. Manzillarimiz Toshkent Abu Sahiy avtovokzali kirishlarga 8-9-kassadan bilet xarid qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.